Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan bugun biz Jailbreak o'ynaymiz. Bugungi videomiz mavzusi Jailbreak almashamiz. Ya'ni mana bu bolami, qizmi, kimdir bilam. Ko'rinishdan qiz bolaga o'xshayapti. Dedi sizlar. Mayli, bugungi videomiz ham qiziq bo'ladi. Qani. Qizlar bormi? Bu qizni yoki prosta yuribdi maskina. Salom oldim, balki bizdan kattadir bu qiz. Voy. Trade. Vipgun yes. Voy Vipgun bor datu diyor Vipgun. Okey yazdım. Görünüyor çıkar. İngiliz tilden, ailesinden. Ya. Ha böyle onu çöp barışımı korunmaz bitti kural. Ortağımda var idi bu do'stlar. Qo'l düşese ham ko'rinmas, tashlasa ham yerga ko'rinmas. Ha do'stlar, tushundim men. Olovimga ikkitasiga qo'lladim. O'tgan qismda, lekin bilsamki, o'tgan qismga qo'ymoqchi edim, lekin bilsam, o'tgan qism emas, o'tgan video. To'g'rirog'i, qarasam boshqa bola bilan bitta o'g'il bola bilan video olgandim. Va u video qilinmagan ekan. Videoga olinmagan ekan. Keyin ukam bilan bir kuni challenge o'ylagandik biza. O'shanda men ikkita olovimga qo'lladim. Do'stlar. Mayli. Lekin rosa afsuslandim. Neylar, sanchiq tikamiz ikkita chunki bizda bunaqada. Nima tikasan, chiqoq. Yo'q. Hozir chop barishim mumkin. No. Vipgun. No. Ko'rinmaydi bu Vipgun. Chop barsa nima qilaman? Chiqoq. Men xiytirmasman, chopilganman bitta narsamga, qurolimga. Chiqoq ayol almashiga yetsam, Mamatdan almashamiz deganda, men bu yoqda bomba otib narsamga qo'llatganman. Chiqoq. Vipgun tradist. Chopsa rozi emasman bergan narsam Iron hadi. Chopsa bergan narsamga rozi emasman. Drop chiqoq. Drop tasha yerga tasha. Hoş çarpmakçı diye bu. Ne kadar bana. Ko'p almashganman. Yemiz. Allah yo'q chopadi. Tashiylik tez olamiz ki. Ya. Shu nima deyman ha? Ya. Çok olmadı. Tarafta evet taşı almışsın. Taşı kolladım bu. Yok mu?
Menoloq. Mana yo'q loq klaviyasi. Loq demoqchiman. Do'stlar, bunga ham almashish foydasi yo'q. Hammalarga xayr, video tugadi shu joyda.